Hey guys, salom yaxshilar. Bugun 19 oylik o'g'lim birinchi marta olcha, o'rik va gilos yeb ko'radi. Qani, yiyolarmikin? Bismillah. Bayso? Ego. Koreyaning mevalari O'zbekistonning mevasiga o'xshab shirin emas-da shunga. O'rikdan hidi shunaqa kelyapti. Atir sep qo'yganga o'xshabda. Ma, yeb ko'r. O'rik shirinlik. O'rik ham yoqmadi bolamga. Quslog'ini olib tashla. Mashsa? Olcha yoqdi. Olcha o'rik mazali ekan. Wow. Ani yo'q qo'ya. O'rik rostdan ham zo'r ekan. 19 oylik bola mana shunaqa mevalarni yemasa sharmanda. Uyat. Ay.